Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bizni havas bilan bir erinmasdan kuzatib yurgan kuzatuvchilarimiz bugun bir ajoyib joyga kelib qoldik. Uyimizga bir obodonlashtirgani bir chiroyli bir joy qilyotgandik. Quvani hududida bir yaxshi bir parnikka kelib qoldik. Bu parnikni ko'rib turib o'zimizdan havas qildik-da. Iloyim hammaga shunday bir chiroyli parniklarni qilib, shunday bir chiroyli gullarni yetishtirish nasib qilsin va buning uchun sizlarga ham ilindik. Shuni betdan sizlarga bir qator lavhalarni qo'yib, bu gullarni ko'rsatsak, kimlardir oqtarib yurgan bo'lsa, kimlardir kelgusida shunaqa joylarni qilgisi kerak bo'lsa, bir manfaatli video bo'lib qoladi deb o'yladik. Marhamat sizlarga hozir biz qo'limizdan kelgancha biz bog'bon emasmiz, lekin tanishtirib o'tamiz. Ozgina endi o'zi egasi tanishtirib berishni xohlamadi, aka o'zlaring ko'raveringlar dedi. Shunga bir qator sizlarga ko'rsatib, ko'rsanglar, juda chiroyli, odam havas qiladigan bir go'zal manzara. Mana bu ko'rib turganlaring bular Eron degan sort ekan, shamshod gullardi. Eron degan sorti bu hozirgi kunda bir 3 yillik, 4 yillik bo'libdi. Hali sotuvgacha ko'p ham tayyor bo'lib bormabdi. Mana bu tomonlarni ko'rsatasiz. Shu bu tomonlarda yurur. Chiroyli zo'r tayyor bo'lgan sortlari bor ekan. Mana bular juda go'zal. Nomi nima buni? Mana shu Eron degan hozirgi sortini mana shu sotuvga tayyor bo'lgan jarayon ekan. Juda ham bir chiroyli parvarish qilsa zo'r bo'lib ketadigan sortlar ekan. Va mana yerda yana Bilayin degan sortlari bor ekan. Bu yerda shamshodda ham mana turlari ko'p ekan, bo'lamda pasti bilan olsa juda bir chiroyli qilib olingan ekan. Aylantirib ko'rsatavering-da. Mana bu sortlari ham uyga ekkani juda chiroyli turadi. Bular sortning nomi nima? Masalan, mana Bilayin degan sort, ana Bilayin kompaniyasiga. Mana unisi Miramir degan mashinasi menga juda yoqdi, juda bir chiroyli sort ekanda. Uyda ham bir dekoratsiya qilsa juda ham bir chiroyli turar ekan. Mana buni sizlarga yaqinroq ko'rsatib beraydi. Juda ham chiroyli ko'rinishlardagilari bor ekan. O kesib bitdi ko'rsa, odamning bahri dili ochiladigan holat. Mana shu Miramir degan sortini katta bo'lgan ko'rinishi. Betlarda ham shakl berilganlari bor ekan. Bu tomonlarda shu Eron degan sortini shakl berilgan turlari bor ekan bu yerda. Mana bu yumaloq qilib. Mana ular nima Begdodjo? Nima bu ham shamshod? Yo'q, bambuk. Xitoy bambuk ishadi. Xitoyda bambuk ekan. Mandiniya dedingiz-a? Nandiniya degan sort ekan mana shu. Bular ham ko'p yillikmi? Ochiladimi? Barcha qizil turadi. Uylarga ekilsa juda chiroyli, go'zal turar ekanda bular. Mana shu Bilayin degan sortidan mana shular. Mana o'sha Miramir degan sortini mana katta bo'lgan haligi
yirik holatlari parvarish qilib uzoq qilingan ekanda bu. Mana bu globus shakldagi mana chiroyli bo'lib chiqqanlar ekan. Güzel bir ko'rsa odamda havas keladi. Mana bunda parvarish qilgungacha bu dehqonni qancha mehnat ketgandir. Qancha sabr ketgandir. Kechiz ko'rib va maza qilasiz, bahri dilingiz ochiladigan. Mana shu globus shaklda stakan qilib chiqarilgan ekan. Mana unisini ko'ringlar, mana 3 ta. Bir xil archaga o'xshab. Bitta ko'rib ham o'zi odam bir aylanib chiqib ketsa ham o'zi odam miyasi dam oladigan joyga. Mana shu miramirda katta bo'lgan sortlar ekanda. Mana shu bilayin degan shamshotdan ekan mana. Juda turi ko'p ekan buni. Mana bular endi parvarish qilinib, shakl berib chiqilayotganlar ekanda. Shunga shu yoqqani mana shu miramir degan sorti bo'ldi buni. Mana bu haqiqatan ham juda chiroyli ochilgan. Bargini o'zi ham chiroyli turar ekan.